Akalar yaxshimisizlar? Mana kechagi jo'jalarimiz o'zi jonlanib qoldi ancha. Xudoga shukr. Ikkinchi partiya jo'jalarimiz ham olib oldik. Bular endi ketishmaydi. Endi chiqdi. Endi qo'yib yuboramiz. Ana bismillah. Ketdilar. Josh. O sariq o'tda to'g'ri. Ketishmaydigan hammasi. Asaqayda ketayam emas. Akalar, kimga shunaqa bizneslar qiziq bo'lsa, kimdir boshlamayotgan bo'lsa, shunaqa tanishinglar jo'natib ko'rasizlar ekan mana. Xudo xolasa eplasa bo'lar ekan, iloji bor ekan, hamma narsa unaqa qiyin narsa emas ekan akalar, to'g'risi. Hamma yo'g'onlar bilan bo'lishib boraman, nima bo'layotganigacha kuzatib turinglar, podpiska bo'lib qo'ysanglar, kunlik videolar qo'yib boramiz, nima o'zgarishlar bo'layotganigacha akalar. Hozircha bular endi mana. Voy, o'lib qo'ygani bormi bular desam, o'lmabdi ular, ana yotar ekan qaranglar mana. So'chimeslar ekan ular. Voy, aralashib ketdi. Asi tez yugurayotgan ekan o'zi eskilar. Bir yosh katta demdirlar. Penaplex qilganimiz ancha katta foydasi bo'lyapti akalar. Ko'pchilik oshir rasxod qilsiz deganlar bo'ldi, to'g'risi. Afsus qilmayman buni qilganimga, chunki kattaroq rasxod bo'ldi, to'g'ri boshlanishgan bu xudo xolasa ancha xizmat qilaveradi-da. Zato yoqilg'i kam ketyapti mana. Energiya sarfi yaxshi. Mana ventilyatorlar qo'yib qo'yish kerak ekanlar. Tepaga issiqlik chiqqanda pastga haydab berishdi mana. Asosiysi pastda issiq bo'lishi kerak ekanda. Iloji bo'lsa noldan qurmoqchi bo'lganlarga tayinli istashyap turib, to'plab olib qolish kerakmi? Ha, zo'r bo'ladi. Issiqlik pastdan chiqqan hisobiga shunaqa narsalar o'ylayapman. Ko'proq vaqtaydigan bo'lsa. Hozircha 200 ta jo'jamiz shuncha bo'ldi. Onamiz aytib o'taman yana bir bor. 6 ga 360. Kimga qiziq bo'lsa, yozaverasizlar, nima kerak bo'lsa, nima savollar bo'lsa. Hozircha bunga ventilyatsiya shart emas ekan, aytishyapti. Yopiq ventilyatsiyalarimiz bir haftalikgacha hozircha aytar ekan. Keyin bir haftadan keyin toza havo qilamiz ekan. Kelyapti. Kuzatib turinglar akalar, kunlik videolar qo'yib boramiz. Hammaga rahmat. Iloji boricha shunaqa biznes boshlamayotgan do'stlar bilan, tanishlar bilan tasavvurasizlar, maksimal jo'natib, kommentariyga fikrlar yozasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar endi.